O'zbekiston tumani Oqmasjid mahalla fuqarolar yig'inidagi yoshlar o'zlariga uzoq muddatga foydalanish uchun ajratib berilgan yerlaridan unumli foydalanishmoqda. Oqmasjid mahallasida 655 nafar yoshlar bo'lib, hammasi ish bilan band. Asosan bizda kasanachilik bilan shug'ullanib, sliva olib kelib turib, sliva tayyorlab, shuni eksportda yo'lga qo'ygan yoshlarimiz. Bundan tashqari dehqonchilik asosan e'tiborda urg'uni shu dehqonchilikka qaratyapmiz. 68 nafar yoshlarni shu yer berib, yer bilan ta'minladik. Usmonali Tursunov turmush o'rtog'ining nomiga berilgan yerga tajriba sifatida bu yil qovunning sitrus, ertapishar navidan ekdi. O'zi ham, ayoli ham shu tariqa ishli bo'ldi. Mirishkorlar qalovini topishgan ko'rinadi, mehnatlar yaxshi samara beribdi. Bu yerda endi 4000 ta ko'chat olib chiqqanman. Hozir endi shu 3,5 3800 ta ko'chat bor bu yerda. Bittadan hosil bersa ham 3,5 ta shu 4000 ta qovun beradi. Ikkitadan bersa 7000 ta, shu 8000 ta qovun mo'ljallab turibmiz. Xudo xolasa, endi tonnasi xudo xolasa 20-25 tonnaga boradi. Paykalda hosil mo'l. Palaklar orasidan mo'ralayotgan qovunlar hademay bozorga yo'l olib, egasiga daromad keltiray deb turibdi. Qovunlarni yig'ishtirib olgach, oqloviya ekishni reja qilganmiz. Yillik 70-80 million so'm daromad ko'zlab turibmiz, deydi Usmonali Tursunov. Guvohi bo'lganingizdek, mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik maqoli bugun Oqmasjidlik yoshlarning shioriga aylangan.